Osongina va tezgina pomidor va bodringdan juda mazali va yozbob, mehmonbob salat tayyorlaymiz. Ishimizni bismillah deb boshlab, bodring bilan pomidorlarimizni chiroyli shaklda bo'laklarga bo'lib olamiz. Kattaroq qilib to'g'rasanglar, shuncha salatning yuzida chiroyli ko'rinadi. Ana endi bir dona piyozimizni uzunchoq shaklda to'g'rab olib, ozroq moyimizda 2 minut davomida qovurib olamiz. Unaqa o'ldirib olish shart emas. Ketidan 2 dona sabzimizni ham qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Piyozlarimizni orqasidan solib olib, 2 minut davomida qovurib olamiz. So'ng tezlikda gazni tagini o'chirib, bunga achchiq paprika, koriander, tabga ko'ra tuz hamda 1 osh qoshiq soyali sousdan solib olib, yaxshilab aralashtirib salatimizni ichiga qo'shib olamiz. Ketidan 2-3 bo'lak chesnok hamda yarimta limon sokini solib olib, salatimizni yaxshilab aralashtirib olib tayyorlab olamiz. Aralashtirib olgan salatimizni kamida yarim soat yoki 1 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yib, so'ngra tanovul qilamiz. Ana o'shanda o'zidan soklari chiqib, juda mazali bo'lib, nonlarni botirib yeydigan salat bo'ladi. Achchiqroq xohlasanglar, paprikani ko'proq solib tayyorlaysizlar. O'zi ham dasturxonni bezab turadigan juda ham mazali salatlardan biri bo'lib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Sizlarga ham yoqishiga ishonchim komil.